Assalomu alaykum. Mening ismim Shodiyev Murodjon Bakirovich. Biz qariyb 3-avlod vakillari asalarichilik bilan shug'ullanib kelmoqdamiz hozirgi kunda. Ya'ni 1-avlod bo'lgan, hozirgi kunda 86 yoshda bo'lgan otamiz Teshabayev Bakirboy otani ham bir tinglasak, ulardan ham o'sha darsimizga ma'qul bo'lgan joylarini bir fikrlashsak. Asalarichilikni men yoshlik vaqtimdan boshlaganman, maktabda o'qib yurganda. Bu asalarichilik butun dunyo bo'yicha hozir 170 ta davlat buni apiterapiya deb aytiladi. Asalari mahsuloti bilan davolash sistemasi dedi. 400 xil kasallikni davolaydi. Bu kitoblarda bor, spravishniklarda bor, bu shunaqa narsa. Keyin Qur'onda ham yozib qo'yibdi buni, Qur'onda ham bor. Bu asalari to'g'risida. Asalarining o'zi 7 g'aznani bittasiga kiradi. Bu nihoyatda nozik, toza narsani yaxshi ko'radi. Bu shunaqa. Bizda har kuni 60 ta, 70 ta odam keladi davolanishga. Insult, paraliz, yazva, osteogastrit, bronxialniya, astma, o'pka kasal, revmatizm, radikulit. Bu kasallar bizda davolanadi. 10 kun, 14 kun davolanadi. Qadimgida yana o'z holatiga kelib yurib ketaveradi. Bu asalari tez rivojlanadigan narsadan hisoblanadi. Bu tozalik, tabiatlik tomonidan bunga to'g'ri. Asalarining zaharida 54 ming dori turibdi. Mana 11 ta farzandim bor. Mana 11 ta farzandim, mana bittasi mana bitta o'g'il, 10 ta qiz, bir o'g'il. 6 ta qizim oliy ma'lumotli, qo'lida 2 tadan diplomi bor. Ko'pincha ular meni kasbimni oladi. Mana nevaralardan 36 ta nevaram bor mana. Mana eshitganlaringlardek, biz hozirgi kunda 3-avlod, ya'ni men 2-avlod, ya'ni Teshabayev Bakirboy otaning o'g'illari Shodiyev Murodjon bo'lsam, bizdan keyingi nevara shogirdlar bor hozirgi kunda. 36 ta nevara bo'lsa, shu 36 ta nevaradan 10 ga yaqini hozirgi kunda asalarichilik bilan shug'ullanadi. Ya'ni asalarichilik deganda o'zi nimani tushuniladi? Birinchi navbatda asalarichilik biologiyasi. Shunga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Hamma narsani o'zini biologiyasi bor. Ya'ni bu asalarichilik o'z-o'zidan tirik jonzot bo'lganligi uchun biologiya degan so'zni ishlatamiz. Ya'ni ularni oilada, ya'ni asalari oila bo'lib yashaydigan hasharotlar turkumiga kiradi. Ular oila bo'lib yashaydi, yakka holda yashamaydi. Ya'ni o'sha oilada 3 ta tipdagi asalarilar mavjud bo'ladi. Ya'ni birinchisi bu ona asalari. Ya'ni ona asalari og'irligi 230 mg dan 280 mg gacha bo'ladi. Bu zotiga qarab. Shunga qarab turib, qaysidir zotlar og'irligi, o'sha ona arining og'irligi og'irroq bo'ladi. Ya'ni 280 gacha, qaysidirlari 200 dan sal oshiqroq milligram haqida gap ketyapti hozir. Shu og'irlikda bo'ladi. Ya'ni uzunligi asosan 21-24 millimetrgacha bo'ladi. Asalarining ikkinchi oila a'zosi bu erkak asalari deyiladi. Erkak asalari o'z nomidan jinsiy nuqtai nazardan qaraganda erkak ari hisoblanadi va bu asosiy vazifasi ona arini urchitish vazifasini bajaradi. Endi uchinchisi bu ishchi asalari. Ishchi asalari bu oilada eng kichik a'zo desak ham bo'ladi. Ya'ni hajmi jihatdan aytganda ham, tom ma'noda ham, bu ko'rinish jihatdan ham eng kichik, demak, ari hisoblanadi. Ona asalari 200 mg dan oshiq, ya'ni 280 mg gacha bo'lsa, erkak asalari 200 mg atrofida bo'lsa, ishchi asalari esa 90 mg atrofida bo'ladi. Ya'ni bu ishchi asalarining og'irlik vazni nuqtai nazaridan. Ona asalari esa uzunlik nuqtai nazaridan 20 mm dan oshiq hisoblanadi. Ishchi asalari esa 12-10 mm atrofida bo'ladi. Erkak asalari esa 14 mm atrofida bo'ladi. Mana bu tashqi ko'rinish nuqtai nazaridan, demak, ko'rinish. Ya'ni bular bir-birisiz yasholmaydi. Ya'ni bular bir butun bo'lgandagina bir oila hisoblanadi. Ya'ni ona asalari o'zi odatda oilada bitta bo'ladi, yagona bo'ladi. Masalan, erkak asalarilar urchitadigan vazifasini bajarganligi uchun ular sal ko'proq bo'ladi. Masalan, 100 tadan oshiq, 100 ta atrofida bo'lsa, endi ishchi asalarilar bo'lsa, asosiy oila a'zolarini, demak, sonini ishchi asalari tashkil qiladi. Ya'ni bular masalan 50 ming,
atrofida, masalan 70 ming atrofida, oilani katta kichikligiga qarab 20 ming atrofida bo'lishi mumkin. Bu asalarilarning oilasini katta kichiklik nuqtai nazaridan yondashiladi. Ya'ni biz asalari deganda bir xil, demak, quti, ya'ni ko'pchilik tushunib qolgan, bitta quti bo'lsa, o'sha bitta qutida demak bitta asalari oilasi yashaydi deb tushunib qolgan. Unday emas, asalarining qutisi har xil bo'ladi. Ya'ni bu hajm nuqtai nazaridan, ya'ni razmer nuqtai nazaridan kattaroq qutilar bor. Bu kattaroq qutilarda 3 tagacha, 4 tagacha asalari oilasi boqilishi mumkin. Kichkina qutilar bor, ularda demak bitta oila a'zo, demak oila asalari oilasi yashaydi. Yoki bo'lmasa o'rtacha oilalarimiz bor, qutilarimiz bor, o'rtacha qutilarimiz. O'rtacha qutilarda esa demak ikkita, endi maksimum 3 tagacha bo'lishi mumkin. Lekin o'zi asosan ikkita oila yashaydi. Asalari oilasi. Ramkada ko'rib turganingizdek, o'rtacha asalari oilasida mana shu ramkadan 12-14 ta atrofida bo'ladi. Mana bu o'rtacha asalari oilasi deyiladi. Endi kamida 7 ta, 8 ta, masalan 6 ta bo'ladi. Bu mavsum davomida. Ya'ni mavsum bilasizlar, bizda O'zbekiston sharoitida, ya'ni Markaziy Osiyo iqlimida mavsum asosan mart oxiridan boshlanadi. Mart oxiridan boshlanib to sentyabr yakunigacha davom etadi. Mana shu oy davomidagi asalarilarni shakllanish soni o'sha o'rtacha olganda kichik oilalarda boyagi aytib o'tganimizda 7 ta 8 ta ramkadan joylashtirsak, arlarni o'sha atrofida bo'lsa asalari oilasi, demak o'rtachasi 12-14 ramkada joylashsa, o'sha qutida, ya'ni katta hajmdagi asalari oilalari esa 20 taga yaqin bo'ladi. Ya'ni 20 tagacha bo'lishi ham mumkin. Shunaqa asalari oilasini shakllantirsa ham bo'ladi. Asalari oilasidagi eng, demak, bosh a'zolaridan biri bo'lgan ona ari 5 yildan 7 yilgacha yashaydi. Bu tuxum qo'yish nuqtai nazaridan, boyagi zot nuqtai nazaridan qaraladi. Ya'ni bu juda katta muddat, o'zi aslida 5 yil, 7 yil bir hasharotni umri, bitta hasharot shuncha umr ko'rishi deganda bu hayron qolish mumkin. Buni asosiy sababi ona asalari asosan ozuqasi ona ari suti degan, demak matishli moloko deyiladi endi xalq tilida, ya'ni ona ari suti bilan oziqlanadi. Olimlar tekshirganda ona ari suti demak hujayralarni tez tiklovchi, o'lgan hujayralarni tiklovchi, umrni uzaytiruvchi demak mahsulot bo'lganligi uchun ham shuni topgan olimlar, ya'ni ona ari suti nima uchun bunaqa uzoq yashaydi. Asosiy sababidan bittasi shu. Va mana shu umri davomida 2 yil maksimal tuxum qo'yadigan davr hisoblanadi. Shuning uchun ham asalarichilar asosan ona arini o'rtacha 2 yilda almashtirib turadi. Ya'ni 2 yilgacha demak ona ari yashaydi u yerda va uni o'rniga boshqa yangi ona arini almashtirish yo'lga qo'ygan. Mana shu maqbul variant hisoblanadi. Chunki 2 yil ichida bu maksimal darajada tuxum qo'yadi. Ya'ni sutkasiga o'rtacha 1,5 mingtadan 2,5 mingtagacha tuxum qo'yadi. Erkak asalarilarning yashashini asosan ishchi asalarining o'zi nazorat qiladi. Ya'ni kech kuzda ishchi asalarilar erkak asalarining hammasini o'ldirib tashlaydi. Ya'ni 3-4 ta agar qoldirmasa, qolgan hammasini, ya'ni 100 dan oshig'i yashasa, hammasini ko'chaga olib chiqib tashlaydi. Sabab ular ozuqani juda katta miqdorda iste'mol qiladi. Buning asosiy sababi demak erkak asalarilar faqat urchitish vazifasini bajaradi, boshqa ish qilmaydi. Boya aytib o'tdik. Shu nuqtai nazardan ham kuz paytida, kech kuzda, ya'ni qishga yaqin bular urchitish vazifasini bajara olmaydi. Shu nuqtai nazardan bu to erta bahorgacha ularga kerak emas deb qaraladi va oilani hayotini saqlab qolish uchun deyarli hammasini ko'chaga olib chiqib tashlaydi. Ya'ni o'ldirib tashlaydi, nobud qiladi. Bu o'zi avtomatik tarzda instinkt deymiz, tug'ma instinkt. Ishchi asalarilarni o'zini instinkt nuqtai nazaridan qiladigan ishi. Ishchi asalarilarni asosiy umri, masalan, ish mavsumida, ya'ni mavsum davomida ular 30 kun davomida yashaydi. Chunki buni asosiy sababi ishchi asalarilar asosan ismi bilan aytib turibdi, nomi bilan ishlaydi. Ya'ni ishlaganligi uchun havoda ishqalanish kuchi, fizikani bilamiz hammamiz, o'sha asalarilar uchgan paytda havoda ishqalanish kuchi paydo bo'ladi. Demak, ular yuqori darajada, yuqori tezlikda qanotini qoqadi. Shunda ishqalanish kuchi natijasida qanotlari qirqiladi. Keyin juda katta kilometrlarga borib keladi. Masalan, asosan
5 kilometr radiusgacha ishchi asalarilar demak ishlash qobiliyati bor. Yaxshi zotli ishchi asalarilar shunaqa darajada ishlaydi. O'zi o'rtacha olsak 3 kilometr hisoblanadi. O'sha 3 kilometrdan 5 kilometrgacha radiusda ishchi asalarilar atrofdagi hamma demak o'simliklardan daraxt bo'ladimi, rezavor meva bo'ladimi yoki bo'lmasa qanaqadir poliz ekinlari bo'ladimi yoki bo'lmasa demak sabzavot bo'ladimi yoki dorivor o'simlik bo'ladimi, yovvoyi o'simlik bo'ladimi farqi yo'q. Qaysi biri gullasa, gullaydigan o'simlik borki, nektar ajratilsa bo'ldi. Nektaridan demak asal mahsulotini ular shakllantiradi. Ya'ni uyasiga olib kelib, nektari tashib, demak tashish jarayonida ham ishchi asallarida qorincha qismi bor. Ya'ni ko'krak teparog'ida o'sha qorinchasi bo'ladi. Ya'ni bu oshqozon emas. Ya'ni oshqozon alohida. Ovqatni hazm qilish tizimida demak asalarilarning oshqozoni bor o'zini. U boshqa narsa, xuddi boshqa hayvonlar singari, ya'ni jonzotlar singari. Undan tashqari ishchi asallarida qorincha bo'ladi alohida, ya'ni nektar tashiydigan. Mana shu qorinchasida nektarni olib kelib uyasiga demak qayta chiqarib qorinchasidan o'sha romka, boya aytib o'tganimizdek 6 burchakli romka, har birini agar ko'radigan bo'lsak 6 burchakdan iborat bo'lgan romkani o'sha ichiga quyadi. O'sha quyish natijasida qayta ishlanadi. Ya'ni fermentlar bilan aralashadi-da, asalarilarni o'sha qorinchasidagi fermentlar bilan aralashib, o'sha so'lak bezlaridagi chiqayotgan fermentlar bilan aralashib, u sekin asal holatiga keladi. Asalarichilikka demak qiziqish o'zi ko'pchilikda yuqori bo'ladi. Sababi ko'rib turganingizdek, o'zi asallarning oilasining o'zi juda qiziq hisoblanadi. Keyin qolganlarini mana keyingi darslarimizda inshaalloh, ya'ni Xudo xolasa, keyingi darslarimizda biz demak qolgan asosiy yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarimizni kengaytirilgan dars sifatida biz o'tib boramiz. Lekin hozir asosiy savol ko'pchilikda tug'iladi. Ya'ni shunaqa qiziq soha ekan asalarichilik sohasi. Unda nimadan boshlash kerak? Biz nima qilsak asalarichilik sohasiga oson kiramiz? Ya'ni o'zlashtirish shu sohani egallash, sohani mutaxassis bo'lish yoki bo'lmasa qanaqadir havaskor sifatida asalarichilik bilan shug'ullanish yoki professional darajada shug'ullanish uchun nimadan boshlash kerak? Asosiy urg'uni shunga beramiz. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda o'zi asli men hozirgi kunda ilmiy ish olib bormoqdaman, xuddi shuni ustida. Ya'ni ilmiy mavzuyim, ya'ni hozirgi kunda bir nechta maqola chiqardim bu mavzuda. Tomorqa xo'jaliklarida asalarichilik samaradorligini oshirish yo'llari. Eshitganingizda aynan tomorqa xo'jaligi olingan. Ya'ni tomorqa xo'jaligi bilasizlar, O'zbekistondagi har bitta xonadon. Buni bitta tomorqa xo'jaligi desak bo'ladi. Biz O'zbekistonda asosiy asalari bilan ta'minlaydigan zona bu vodiy. Ya'ni Farg'ona vodiysi, Namangan viloyati, masalan, Farg'ona viloyati, Andijon bor. Mana shu qism demak hozirgi kunda O'zbekistonda asosiy asalarichilik demak oilalarni sotadigan zonalar hisoblanadi. Video darslik tayyorlashdan asosiy maqsad demak iloji boricha maksimal darajada asalarichilikning sir asrorlarini, boshqa manbalarda aytilmagan joylarini, ya'ni O'zbekiston bo'lib ham O'zbekiston sharoitida qanaqa boqish kerak? Chunki asalarichilik ham masalan Rossiya zonasida boshqacha yondashiladi. Masalan, ularda boshqacha kasallik turlari bor. Masalan, mavsum boshqacha bo'ladi. Boshqa sanada boshlanib, boshqa sanada tugaydi. Masalan, O'zbekistonda boya aytib o'tganimizdek, martda oxirida boshlanib, oktyabrgacha davom etsa, ularda kechki hisoblanadi. Kechroq bo'ladi, sovuq zona bo'lganligi uchun. Yevropada masalan boshqacha. Ulardagi ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlardan olib turib, O'zbekistonda asalarichilik qilish bu mantiqsizlik bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha biz shu O'zbekiston sharoitini o'zida qanday tartibda biz yo'lga qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Maksimal darajada xatoni kamaytirishimiz mumkin va asalarichilikda nobud bo'lish holatlari kamaytirsak bo'ladi. Ya'ni maksimal darajada asalarichilik bilan shug'ullanishni yo'lga qo'ya olamiz. Foyda olishi ham demak asalarichilik nobudgarchiligini pasaytirish yo'llarini hammasini biz maksimal darajada erishishimiz uchun demak o'sha nozik nuqtalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib o'tganinglardek video darsligimizni birinchi qismini yakunladik. Ko'rib turganingizdek asalarilar oilasi, ulardagi ishlatiladigan inventarlar, asalari oilasining a'zolari, ya'ni ularning biologiyasi, ularning yashashi va bir nechta maslahatlarni berib o'tdik, ma'lumotlarni berib o'tdik sizlarga.
Bu birinchi darsimiz edi. Bu umumiy ma'lumot sifatida biz aytsak to'g'ri bo'ladi. Endi keyingi darslarimizda har birini ichiga kirib, bundan tashqari yana bir nechta asalarichilikka oid bo'lgan sir asrorlar bor. Keyingi darslarda shularni ko'rib o'tamiz. E'tiboringlar uchun rahmat.